Yo, hammaga assalomu alaykum. Bugun meni video olgim kelib qoldi va men bugun rejalashtirdimki boshqa uyga, boshqa kuznitsaga ko'chyapman. Va shuning uchun men narsalarni yig'ishtirib olishim kerak. Men bu uyimni sotyapman va shuning uchun uyimni mana bu yerni moq bosib ketgan, bu yerlar tosh, kimdir futbol o'ynayotganda kallasini ketsa yomon og'irtadi. Короче, bitta xaroba kuznitsa bor ekan. Mana o'sha eshitishimcha bolalar ham u yerda o'ynab yurar ekan. O'sha yerni sotib olib, to'g'riroq sotib olib bo'lganman. O'sha yerni avval ta'mirlab, keyin u yerga ko'chib o'taman va yana men uyimni sotmoqchiman. Yanada aytdim buni. Ko'proq pul olish uchun qo'shnimni juda qattiq sel keldi. Kecha kuni kechqurun boy qo'shnimni tomini loy bosib ketdi. Agar u yerni ham tozalasam, menga ham puli bor albatta. Va o'sha qo'shnimni uyini tozalab olib, keyin shu ishlarni qilaveraman. Xo'sh. Bo'lmasa men bu yerini tezlashtirib tashlayman. Mana qo'shnimning tomini ham yig'ib oldim. O'zi nimagadir eringan ekan, lekin xunuk bo'lib qoldi. Mayli, avvalgidan ko'ra hech bo'lmaganda yaxshi. Bloylarni yo'qotamiz. Keyin esa uyimga boraman va inventarimdan, ya'ni sandig'imdan kerakli narsalarimni olib, bu qishloqda ham o'zi yangiman, sezgan bo'lsangiz, boshqa qishloqda edim, shunga uyimni topishda muammolar bo'lyapti. Hammada ham shundaydir. Bu yerni tozalashga bular kerak bo'ladi. Yana buni ham olamiz. Yelkrakni esa qo'yib qo'yamiz. Qani bo'lmasam o'sha kuznitsaga ketdik. Mana yetib keldik, lekin kelishimizdan ish ko'p ekan. Ularni olamiz. Qo'lda sindirsa ham shunaqa tezlikda. Qo'lda sindirsa ham shunday tezlikda ekan. Jitel nima qilyapsan bu yerda? Mana Jitel, seni ozod qilib qutqardim. Xo'sh, endi menga sovg'ang bormi? Senga sovg'am mana. Nima sen hali men seni qutqarganimga turyapsan? Yo'qol bu yerdan. Yo'qol, qaytib kelma. Xo'sh, yaxshi, bu yerga ularni qo'yib to'g'irlaymiz. Oho, bu yerdan uyushib ko'p ekan ish hali. Bu yerga va bu yerga. Nimani ishlashni bilmay o'sha loylarimni qaytarib olgan keldim. Va esimdan chiqibdi. Uyimga borib kelkamni ham olib kelishim kerak edi. Uyni tom bor-ku. Mana shu ikkita plakat yo'q ekan, shuni to'g'irlab qo'ymoqchiman. Mana buni kovlayman. Hamda tepaga qarab qo'yib ketaman to'g'riroq. Loyam bu yo'q-ku. Ham yo'q-ku demoqchi edim. Mayli. Endi men bu loylarni yo'qotaman va uyimni moq bosgan shunday joylarni to'g'irlab kelaman aytgan bu tomonda. Qani, mayli.
Qani ketdim men bo'lmasam. Mana bu yerga bu olib ketdi-ku. Qanday qilib bu yerni e'tiborsiz qoldirdim ekan? Axir hamma yog'iga, ya'ni hamma yeriga qo'ygan-ku, silgan-ku. Hop. Hop, chiroyli qilib qo'yamiz. Hop. Xato qilmaymiz buni. To'g'rilash qiyin bo'ladi buni. Hop. Mana. Bu tarafiga ham mana chiroyli bo'lish kerak axir. Sotib olayotganda e'tibor berib oladi axir, shundoq olib ketavermaydi-ku. Ana xato bo'ldi. Suvda issiq sindirish ancha qiyin bo'ladi. Hayriyatki temir bora. Hamma narsani to'g'rilab bo'ldim. Mana endi Jiteldan pulni olgani borsam ham bo'laveradi. Qani ko'p. Mana yetib keldik. Endi esa kimdir bormi? Aha, kiraver. Xo'sh. Salom Jitel. Salom Fatih, yaxshimisan? Ha, yaxshi, o'zing ham yaxshimisan qarindoshroq degandek. Haligi uyingni to'g'irladim, borib ko'rishing mumkin. Endi pulni olay deganim. Pulni? Ha, esladim. Hozir beraman. Mana sandiqdan olaman. Mana bu sening o'g'lingmi? Yo'q, jiyanimni olib kelgandim. Mana. Ning dadasi. Shunga bo'lsang, bu mening ukam. Ha, tushundim. Xo'sh. Unda men pulni olaman yoki o'zingda yo'qmi? Sandiqdan olaver dedim-ku. O'zing bera olmaysanmi? Nima uchun tushunmaysan, maydalashasan? Ha, mayli. Qancha olishim kerak? Bu kim? Bunisi-chi? Ularga e'tibor berma. E'tibor demoqchi edim. Mayli. Sen o'yinda o'ylab qarasam, sandiqni o'g'irlashing ham mumkin ekan. Shuning uchun mana o'zim beraverdim, olaver. O, yaxshi, rahmat. Bu nima ovoz edi? Sen ham eshitdingmi? Aha, eshitdim, nimadir portlaganga o'xshaydi. Meni uyim tarafdan keldi bu ovoz. U ketdimi? Endi u ketdi. Yaramas. Fantiymish yana. Iflos. Men Minecraftni nima uchun yaratganim? Nima uchun Microsoft kompaniyasiga sotib yuborganim? U esa Craftsman o'ynab yuribdi. Yaramas. Bu uchun javob beradi. Fantiymish yana. U ketgan bo'lsa kerak. Uylar, jitellar aylanib yuribdi. Men qasr solishim kerak. Unga kirib chiqdi. U emasmi? Yo'q, bu emas. Xo'sh, foydali narsalar bor ekan. Baribir bularni ishlatmasam ham olib olish kerak. Obsidian. Bo'ldi, men uchun usul. Mayli, endi yashashdan foyda yo'q. Baribir men notishman. Seni yo'q qilaman. Endi esa yashaymiz. Eng zo'r joylarni. Uying bilan xayrlashaver, Fanti. Tomiga ham qo'yib tashlaymiz, xo'p. Va bo'lib ketamiz, o'zimizdan portlab ketmaydi yana.
Mana. Ha, bu ham hali senga ekan. Ha 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 ha. Endi biz bu yerdan tezda surib olishimiz kerak. Yana kelib qolmasin. Surdik. Ketdik yo'lga. Chiqalib uyimga hech narsa qilmabdi. Voy! Kim qildi buni? Qaysi iflos qildi? Anvilimdan boshqa narsa qolmabdi. Voy, agaratni ham buzib iflos. Men uyni qanday sotaman? Uyni hech kim olmaydi-ku. Yaramas, hali to'g'ri buni. Ketik. Ana bu yerda bitmagan ko'znikcha bor edi. Shundan borib ishga to'g'ri keladi. O'zi bitta usta bor edi. Shu ustaga murojaat qilsam ekan, qurilish bitmagan. Ko'znikcha eshigi ham yo'q. O'zimda uyimcha eshigi tugul hech narsa qolmadi. Parasini to'paman, yaramas. Teringga somon tiqaman. Hal javob berasan. Shuncha ishni qilib ochib ketibdi. Sandig'im ham qolmabdi. Yaramas.